Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugun 13-dekabr. Oltiariqdan Moskvaga yo'lga chiqyapmiz. Katta riskovat bilan. Nimaga riskovat deganlarga, birinchidan yo'llar muzlagan, ikkinchidan yangi yilga ulgurishimiz targimon hali obratkaga. Yana 10 kun 15 kundan keyin o'zi to'xtaydi yangilar apasi. Uchinchidan yilda oxiri 90 kunlikka deport kuchayib ketib qolishi mumkin. Bunaqa riskovat bilan yo'lga chiqyapmiz. Xudo xolasa Moskvaga Food City'ga. Yukimiz Asarti Husayni bilan Mercedes. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib yo'lga chiqyapmiz. Duoda bo'lasizlar. Dokument olgan joyimiz. Dokumentlar oldik. Endi uyga qarab suramiz. Moskvaga qarab, ikkinchi uyga qarab. Mana endi qizcha yugurib o'tishi. Signalim qalay signalim? Volvo signal qo'ydirdim. Mashinamiz Volvo bo'lmasa ham signal Volvo bo'lsin deb Volvo signal qo'ydirdim. Oltiariq bo'ladi. Keyin ko'prikni oldidan burilamiz deyman. Iloji yo'q, o'ng tarafiga men sig'mayman. Sal chekkalasak o't ketadi orqadagilar. Oddiy birat. Krasny. Shunaqa gaplar bizda. Xudo xolasa biz yo'ldamiz. Xo'p, akalar, mashinani joylashtirdik uyga. Ertalab Xudo xolasa sheriklar bilan birga ketamiz ekan. Ya'ni mashina egasi, yana bitta qandoshi, keyin biz Xudo xolasa 3 mushketyorlar bo'lib ketamiz. 3 mushketyorlar. Ertalab yuraylik, baboz borganimiz bilan Perevaldan tushib yo Perevalda dam olamiz deyishdi. O'shaning uchun men ham mashinani uyga qo'yib, bemalol ularni ertalabgacha kutaman. Damimni olib uyda. Ertalab turib Xudo xolasa bomdoddan keyin yo'lga chiqiladi. Bu ham ma'qul dedim. Orqalab bekitdik. Qulfimiz bor. Shu mahallada o'zi mendan boshqa hech kim yo'q. Bu teplisani ichida uzum bor. Men sizlarga uzumni ko'rsataman. Toychoq ertalabgacha shetdagi endi. Bu yerda uzumda ozgina bo'yi balandroq. Men sizlarga hozir uyni ichidan ko'rsataman mana. Nima deyapti? Uzumlar. Bu bog'im sel o'ralgan edi. Yarmini sotdik, yarmi qoldi. Shunaqa minusga tushganda pechkalar yoqiladi. Svetlari bor edi, hozir svet yoqishdan chiqib qolibdimi? Yoqishmabdi. Uzumlar qalay uzumlar? Uzumlar karsillayapti. Bandini ko'rishinglar mumkin.
Uzumlarga uyda ukam bor. O'sha qaradi bir yil. Biz bo'lsa endi ertalab turib yo'lga chiqamiz, xudo xolasa. Kuzatib borasizlar degan bitta. Alo, manzarani qaranglar, maydon. O'rnini qo'shamiz. Tumanni qaranglar. Sarazo tumanga kirib ketamiz. Mana uni qaranglar. Uzman aloqadamisiz? Ha, kanalda aka. Abichina tomonda boshqa qo'yib tashlagan tumanimizga kirganingizda xushyor bo'lasiz. Bo'ldi, rahmat aka. Ularni qamash kerak, mana hammasini no'meri. Qo'l ko'rmaganlar. Bu kichkina bolachasiga bor. Bir qarashda bordi bilaman. Mana ikkinchi tunneldan chiqqandan keyingi manzara. Nima deyapti? Tog'lar. Yo'rnimiz tezlashib ketyapti. Beshga soppamiz ketaveradi. Mana bu jenada buzilganlar bor. Oyroq ekan. Aka hamma svetini yoqib olibdi-yu. Iloji yo'q, bu ham transport vositasida endi. Bunga ham nomer deyapti-yu. Sizcha kutib turing endi, sekinlik aka. Ana, svet qilamiz. Shunaqa qilib. Granitsaga ketishdi yo'li. Qishloqdan chiqqandan keyingi holat. Ahvolotni qaranglar. O'chirt ham anchagina bordir. Sheriklar ikkitasi yetib bordi. Bizdan oldin. Yo'l o'ta daddalar. Shu oxirgi qishloq granitsaga ketishda. Hozir aytdan 10 ga reski поворот qilsak, shu bilan qishloq tugaydi. Baland mashtabda biznes yama bor edi. Tushmas o'tib ketdi. Qochitdi bolasi. Bunaqa reski поворотlarda yoki bitta marga qilib qo'yinglar. Yoki bitta signal jop qo'ysalang. Avvalgi kelib turganda ko'rib turgani. Xohlik lehchovoyda bo'ylar, xofurada bo'ylar, farqi yo'q. Mana shu kamazlar granitsadan kelgan. Mayskidagi holat. 5 kilometr o'tib bor ekan, hozir yarim soat bo'ldi kelganimizga. Refga ozgina salar olib qo'ydim. Birov uyda dam olmasdan hamma shu o'ris bayramini Rossiyada kutib olaman deb chiqyapti, bilmayman, bizga o'xshab. Yo'lga chiqib olgan hamma. Biz orqamizga ham bir 5-6 ta mashina kelib to'xtadi. Oyta kalleka siljayapti ekan. Yomg'ir quyyapti ba'zi. Granitsamiz 2. Alisher aka yurdim oldingiz. Ikkita oldimiz Alisherigimiz bor. Bu oldimdagi 3-mashinamiz. 3 ta mashina birga ketyapmiz.
Alisher aka kanali. Ketdik. Yurayapti. Hozirgiz yo'qmi? Bilmayman Bahodir aka. Bratishka bo'yapti. Kalit ochgandan keyin ham sirazi bosmaysizlar buni. Shunaqa ошибкалар beradi. Ozgina turasizlar. Bir 10 sekund. Keyin bosasizlar. Sirazi lextoylarga o'xshab sirazi yurgizilmaydi. Aralarda yoqamiz. Chat uxlab qoldi. Bahodir aka, kanali. Ha, aydasanlar, aydanglar, chiqdi. Bo'lmasa ketib o'tib ketaverim. Oybek aka. At yursin oldi. Ora ochilib ketgan yo'q bo'lsa. Ana oldida. Oldida mashina ketyapti bu sherigimizda. Ha, bo'ldi mana shu ekan protivishkasi. Onasini emsin. Yurmay qo'yamiz bundan. 10 metr sizligimi? Shunaqa endi ko'p shopirlar mashina joylarda asabiy ketadi, boshqa bo'ladi. Asabiyroq bo'lib qoladi. Shuning uchun asab ta'sir bo'lishi kerak hamma joyda ham. Bo'ldi, mana shu to'xtadi endi. 10 metr yurdik. Ba'da uyqu bo'lmayapti. Ba'da orqada shunaqa yur deb zaybal qilishadi. Shunaqa gaplar endi. Sabr, toqat. Qozog'istonga ham o'tib, mana yo'lga chiqib oldik. Soatimiz 9 bo'lyapti. Bitta bir soatdan o'tdi. Pul maydaladik, choy ichdik. Granitsadan chiqib sirazi. Endi hozir salarga quysak, zapravkadan shu bilan dalchi yuramiz. Zapravkani ham birga bitta joydan qilamiz, xudo xolasa. Hozir borib, birinchi o'chirda zapravkaga kiramiz, Chimkentdan chiqib. Chimkentga kelib qoldik hozir. Bir qator sifatlarni o'zidan tushirib olaylik. Maqsad tushadi. Biraz tushunadi. Arkasi suxoy. Leftidachiga ham to'layapti. Tasar 800 81 litr. O'tga ham qo'yaylik. 3 kishi edik. Orqada Volvo ham malla ketayotgan kelasizlar bilan deb 4 kishi bo'lib oldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana choylar ichib chiqdik. Oldimizda 5 ta, orqamizda 2 ta. Biz bilan 8 ta mashina ketyapmiz. Hammamiz 6 ta mashinamiz. Bitta aka Namanganlik aka bor, u biz bilan kelib turadi, 4 ta bo'lib 4 ta kelib turdik. Hozir 3 ta qo'shildi bizga. Ha, 4 ta qo'shilibdi yana.
To'rttaga to'rtta 8 ta bo'libmiz. Oldida ketishyapti. 3 tasi men oldimda, jicha orada joy bor mashinchalik, yana 2 tasi. Shunaqa gaplar. Endi zo'r keladi. Bu oldida 2 ta, bundan keyin 3 ta, keyin biz, yana orqamizda 2 ta bor. Eng qizig'i ular boshqa kanalda 3 ta, 4 tasi. Biz 20-chidamiz. Bir-birimizni topolmayapmiz. O'sha kallaga ketilyapti. Boshqa joyga qolgani hammasi Podzitega. Hali. Soatimiz kechki 21:44. 9dan 5:50 minut o'tyapti ekan. Biz o'sa Qizilordadan chiqib bir taraflama yo'lga tushdik. Endi hozir 100 kilometrda Aqsaray keladi. Shu Aqsarayga kiramiz hammamiz. Arkada 2 kishi kelyapti. Ular ham kiradi. Общий 8 kishi. Beşte, oldida 3 ta. Lombalarni bir tekshirib beramiz. Akani sistemasi buzilib qoldi. O'shanga oldiga 10 ta, orqaga 2 kishi bo'lib to'xtadi. Qirg'iziston ham turibdi nimaga? Ketdik. O'zimizni zemlyaga endi yordam kerakmi desak, yordam zarur emas deyapti. Sistemasi buzilib qoldi ekan. Holat qoldi. Salar gaz muzlab qoldi, kelyapti ekan. Sistemasini tozalagan usta kelyapti ekan. Yuraveringlar-ku. Zarur bo'lsa, nomtor tashlab ketaylik desam,
Yo'q, hamma bor, Ahmad ya. Asfaltlar var. Shundan keyin haydavering. Qirg'iz, ha, qirg'iz. Chiqishdimi? Chiqing. Ya o pastı. Ha, bo'ldi, bak ham to'xtab turib shekilli. Ancarlı. Ali Anjonli akami? Ali sherigimiz u Anjonli aka. Yerga bazu endi chiqdim onlarga. Amerika yoqib chiqing desam, men oldida ekan. Endi mashina ochib chiqyapti. Oxirgi tomonlar tegishli Ha, bo'ldi. Yurar endi olib chiqdi mashinaga. Yarim soat vaqt o'tgan yo'q, уже -16 ga chiqdi. 12 dan keyin -23, 24 bo'lar ekan. Qora butoqlar. Kechasi borib turib, bu yoq mashinani o'chirmaymiz yoki-da bir qarorga kelamiz. Pana rojoy bo'lsa. Oh. Asha ostanovkani oldi, chataq joyida. Bir qarorga kelamiz. Xullas Zimni degan salarkasi muzlab qolgan vakani. Yerlusdan quygan ekan, işte Araldan. Salarka muzlabdi. Muzlab ham qanaqa tarashasi chiqib qolmaydi. Parafinga o'xshab qoladi. O'shanda sistemaga kelmay qoladi salarka. Filtrlar to'lib qoladi, filtr salarka o'tkazmaydigan bo'lib qoladi. O'sha hisobiga mashina keyin o'chadi. Impon sistemani tozalab, bokidagi to'la salarkasi parafin bo'lib qolgan bo'lsa, tagiga o't yoqish kerak. Shunaqa bosh og'rig'i ko'p. mashina bor ekan. Обучение bor ekan, deyapti. Shunga ham nimadir bo'lgan. Ha, bir baloni ketibdi, balon qo'yyapti ekan. -16 gradusda balon qo'yish qalay? Mazzadir a. Shularni ham inobatga olibsizlar, bo'lajak furachilar. İki saat ketadi kamida. 2 kishi 3 kishi bo'lganda. Yana ham bu qiyinchiliklardan sizlarga 10 dan birini ko'rsatyapman. 10 tasidan bittasini. Ko'p joyda olmayapman yana videoga, ammo ko'pchilikda Alloh hijolat bo'lib. Qurg'aganmi yo'q? To'g'ri mashina ekan. Shularni ham inobatga olinglar. Qiyinchilik ko'p bo'ladi. Shunday oddiy reft salarkasi to'g'nasa ham Yerlarni gaplashgan ham yo'q. Hozir uzoqlashib ketishdilar. 2 soat, 3 soatda ref o'ziga kelmaydi. Sistemani tozalagungacha. Ahli etmaydigan odam bo'lsa, usta keladi, o'tiraveradi, 5-6 soat vaqt o'tadi. Unaqa -15-16 gradusda уже
ichkari ham minusga o'tishni boshlaydi. Belosovoyli yuk minusga o'tib xonami chiqadi. $100,000 kamida yuk xoram bo'ladi. O'shani ham o'ylaylar. Ular Solstanga to'xtadik. Mikrofonda g'alla boryapti ovoz. Shuni quyib qo'ysa, salarkamiz buzlamaydi. Vodka, bilmadim aka. Ko'chirmaysiz boshlaydi. Ular-a? Yarim. Mana uni qo'yib. Yaqani bokdan qo'yasiz, qo'ymaysizmi? Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qo'yasiz, qo'ymaysizmi? Salarkani Vodka. ko'ra Ahror akam namozni o'qib olaversin-chi. Xullas bu quyganimiz men ayta. Salarka muzlamasligiga qarshi. Xola sen salarkamiz muzlamaydi. So'g -16. So'l ko'rishinglar mumkin. To'xtab turganimizga 13 ga tushib qoldi. -13 ko'rsatyapti. Yo'lda kelib turganimizda 16 edi. Shunaqa gaplar. Salarkani holati. Ko'rindi. Tuzlamagan cho'tdi baholi. Hozir baqirib yurgan ekan mana. Mana aka bola. Aka bo'ladi. Xullas salarkaga muzlamaydigan anaqani qo'shdik, o'zin suvini. Endi oz mashina yurgizili holatda dam olishga qaror qildik. Soatimiz 22 dan 00 minut o'tibdi. Mashinalar yurib turadi, biz dam olaveramiz. Sheriklar, qolgan sheriklarga kelsak, qolgan sheriklar 5 tasi ketib qoldi. Boshqa stanga kiramiz deyishdi. Biz chekka kirdik. Chunki kech payt betdan bag'i do'qi-do'qi. Ertalab sveji kallaga yuramiz deb. Dam oldik. Odatda mana kamazlarni titishyapti. Shunaqa gaplar endi. Videoni ham o'z chetda yakunlayveramiz. Cho'zilib ketyapti, keyin xotirasi to'lib qo'yadi telefonda. O'chirib, bundan keyin yangi videolar olib ketamiz. Bu videoni joylab ketishda ular 2 qism qilamiz.